Şöyle birazgina bir narsa nezardan, buyaq bilan bir Pasal, beldan kelib turadi. qattiq qoladi, yurolmay qolasan da. O'zi dizim hammasi yaxshi. Buni quray bu chashka bor-ku. To'g'irlasang, oxirgacha borganda bir narsa sanchiladi endi. Endi uni massaj etib uradi. Hep keldim. Yani oturup basıp. Şimdi şu var. ben de oturup alırken öyle gerek oturup. Yaxshi, refleksiya yaxshi. Hop, oyog'ingizni yechib, tepaga qarab yoting. Tamam, boş qo'yib. Yani şu ana sanchildi hozir. Boş qo'ying. Buni ham yozing. Ya bu Qo'y, yaxshi. pes. Bükamiz. Büking. Büking tizan. To'liq büking. Ne şu joydan? Büking. Boş koyun. Büking. Artroz, tipishni artroz, osteofitlar paydo bo'lgan, og'riq kuchli. Baskanımız var. Parmakla nesi bu? Ya başka nesi? Minsk sohasini o'zini bosib turibman-da, shuning uchun. Bu hozir chap tomonda og'riq asosan. Bu Shuda bor. Bor shu sohada. ya katı bağırıp kalır yani. Ne bu? Nesi katı kılan diye olup da. Vakti mı? Tizzani o'zida og'riq bo'ladimi? Şu vaktinde yani böyle hazır yine büklenedi bu. Şimdi etsem büklenedi. Yine hazır kıyın da. Biraz etsem yaxşı bolup kaladı. Keyin yaxşı yürüyorum. Yanından tutup kaladı bu. Vaktan etsem inşu yerde toktuydu ayağım. Bir yerde toktuydu. Bükülmeydi. Ağrıydı değil mi şu? Boş koyun. Ko'p yurolmaydi. 50 metr yuradi, o'tirish kerak o'zi. Ya böyle yani koyuversen onu diğerli yürüyüp gidiversen o geçmedi. Hadi yugurganingiz bilan. Koyamazsan Yatın abi. Yatın değil mi? Yatın. kulak yaxşı iş yaptı. Og'riq yo'qmi? Yok. Bundachi? Yok. Yo'q, ha? Bosh qo'y. Shug'ullanadilar bular. Yo'q, ha? Pastga qarab qoling. Pastga aylan. Ha? Bosh qo'yib yoting. Uni ham shu. Og'riq bormi bu yerda? Yok, ne var? Yo'q, ha? Bu yerda ne? Yok. Bu yerda yo'qmi? Yok öyle hiç ağrık yok mu? Bu yerda ham yo'qmi shu sohada? Ya başkanımızın gücüne Beldan kelib turgan bo'lishi mumkin, lekin seryozni narsa ko'rmay turibman. Shu tizzangiz, shu chap tizzam, chap tizzam. Yo'q, men sohasam yomon emas. Geldi bir yerde başlamadı. Cızılap başlaydı abi. Normal yürüyemem ama. Yani cızılap başladı. Birazdan ki yakam katık kaladı. Vacı çoğalakla bir yolda kaladı. Oturup azgına muaşk ettikten sonra yine getirirsin. Andi u yoqda ko'ramizda doktor. Приспособлениялар bor ekan, bu yerda o'sha tizzaga
Pensiyaga chiqib, bu yoqqa bu yoqqa yuribmiz-da, farq qilyaptilar, aytmadim. Aylanishmoqi. Aynan shu. Endi bizlarniki shu. Yurishlari qiyin. Ikki oyoqdan ham borang. Endi hozir endi ikki oyoq qolyapti. Birsindadi, o'ngdadi qurg'ini. O'z problema o'ng'adi ku. Evet, ya menisk yırtılganmı netkeni. Onda yok şimdi bunda az gana bir de şaşkayımlı doğruladım, cızılla oladı. Chapaya o'tirib desang, o'tga qo'ymaysan. Belda muammo bor, lekin unda katta muammo emas. Davosi bormi? Xudo xolasa lecheniya qilsa o'tadi inshaalloh. Bir yo'q bo'lib ketadi bu vaqtlarda. Buni yaxshi bo'ladi. Boshdan o'tganlar. MRT natijasi umurtqa pog'onasida spondilodegenerativ o'zgarishlari bor. Ikkita sohada disk tushurasi bor. 3-4 sohasida L5, 3-L4 sohasida ikki tomonlama foraminalli qisman siqilgan, pozonovnikda. L4, L5 sohasida lateralniy mana bu cho'ntaklari, nervlarni o'tib ketuvchi nervlarni bosadigan salgina stenoz bor. Stenoz siqilishi borda. Yosh o'tish bilan paydo bo'ladigan narsa. Bu oyoqqa beradi. Hozir bu dorilar hozir yozgan dorilarim. Tushuntirma aytadi. Yozgan dorilarni qabul qilasiz va shu bilan birga bel va mana bu mashqlarni qilib turasiz. Mushaklarni mashqlarini qilasiz. Asosiy narsa. Dorilarni bir qator ko'ring, agar savollar bo'lsa. Bo'g'imlar uchun ham dori qo'shib oldim ichiga.